Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Uyg'urlar Osakada namoyish o'tkazib, 20 davlat guruhi boshliqlariga Uyg'ur masalasini anglatdi. Shinzo Abe Xi Jinpingga Uyg'ur masalasi haqida eg'iz ochdi. Xitoy hukumatining Uyg'urlarni tarqoqlashtirish harakati davomlashmoqda. Amerikada aeroplan tushib ketish voqeasi yuz berdi. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. 28-iyun 20 davlat guruhi boshliqlar yig'ini Yaponiyaning Osaka shahrida boshlangan bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Yaponiya Uyg'ur jamiyati qatorliq ommaviy tashkilotlar yig'ini ochilgan o'ringa berib, Xitoy davlat raisi Xi Jinpingga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi. Hamda Uyg'urlarning hozirgi og'ir vaziyatini dunyo jamoatchiligiga anglatdi. 28-iyun kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Yaponiya Uyg'ur birligi, O'rhindi Tinch okean birlik tashkiloti, Hong Kong erkinlik tashkiloti, Yaponiya Tibet birligi va Yaponiya Mongol birligi qatorliq tashkilotlar birlikda muxbirlarning kutuvli yig'ini o'tkazib, O'rhindi Tinch okean birlik tashkilotining raisi, Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Rabiya Qodir Uyg'ur masalasiga Yaponiya va dunyo matbuotlarining qiziqishining intayin yuqori bo'layotganligini, dunyodagi 20 cho'ng davlatning oliy rahbarlari ishtirok qilayotgan bunday bir yig'in ichilayotgan Osakada Uyg'urlarning hozirgi og'ir vaziyatini anglatishning zo'r ahamiyatga ega ekanligini, butkul Uyg'ur millatining og'ir tahdidga duch kelayotganligini, shundaqla Xitoyning so'z sohasidagi sheriklari bu vaziyatga qarata jiddiy tadbir olmasa, Uyg'ur madaniyatining vayron bo'lib yo'qolib ketadiganligini bildirib, har qaysi davlat rahbarlarini Xitoyning Sharqiy Turkistonda elib berayotgan qirg'inchilikni to'xtatish haqida Xi Jinpingga besim ishlatishga chaqirgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining Yaponiyadagi vakili Ilhom Mahmud apandi Dunyo Uyg'ur qurultiyining bu qitimli faoliyatga puxta tayyorlik qilganligini, lozinka va rasmlarni tayyorlab, muxbirlarning kutuvli yig'indan sirt rasm ko'rgazmasi ochganligini, Uyg'urlarning hozirgi og'ir vaziyati bayon qilingan varaqchi tarqatganligini bayon qildi. Osakada chaqirilgan 20 davlat guruhi boshliqlar yig'ini boshlanishdan burun, ya'ni 27-iyun kuni Osaka shahrida cho'ng namoyish o'tkazildi. Yaponiya Uyg'ur birlik tarafidan uyushtirilgan bu faoliyatga Yaponiyadagi kishilik huquq tashkilotlari va boshqa ommaviy tashkilotlarning mas'ullari va a'zolaridan bo'lib, 400 atrofida kishi ishtirok qilgan. Yaponiya Uyg'ur birligining mas'uli Turmamat Hashim apandi bu haqda ma'lumot berib, namoyish orqali Uyg'ur tragediyasini Yaponiya hukumatiga va 20 davlat guruhining rahbarlariga yetkazishga tirishganligini, buning muvaffaqiyatli bo'lganligini bildirdi. Yaponiyaning Osaka shahrida ochilgan 20 davlat guruhi boshliqlar yig'inidan bir kun avval Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe Xitoy raisi Xi Jinping bilan ko'rishganda Uyg'ur masalasini tilga olgan. Hong Kongda chiqadigan olma xabarlar torining 28-iyundagi xabariga qaraganda, Shinzo Abe Uyg'urlar masalasini o'tirib qo'yishdan burun Hong Kongning yerlik hukumati e'lon qilgan Qashqullar nizomiga tuzatish kirgizish nizomi haqida Xi Jinpingga bir davlatli ikki xil tuzum Hong Kongdagi demokratiyaning gullab yashnashida intayin muhim rol o'ynaganligini, shundaqla Uyg'urlarning navbatdagi jiddiy vaziyati haqida so'z qilib, kishilik huquqining hurmat qilinishi bakmi muhim ekanligini alohida ta'kidlab o'tdi. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy taraf mazkur yig'in mezgilida Hong Kong masalasi o'tirg'i chiqmaydi deb o'ylagan ekan. Albuki Hong Kong xalqi elib borgan Qashqullar nizomiga tuzatish kirgizish nizomiga qarshi namoyish xalqarada zo'r ta'sir paydo qilganlik uchun Xi Jinping bu temadan o'zini qochirmagan. Xitoy hukumati Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan joylardagi Uyg'urlarni atalmish 5-amgak kuchini yo'tkab ishga o'rnalashtirish nomida Xitoy o'lkalariga yo'tkayotgan bo'lsa, amdilikda Urumchining Uyg'urlar nufusi ko'p salmoqni egallaydigan Ko'ni shahar rayonidagi Uyg'ur aholilarini boshqa rayonlarga tarqoqlashtirishga boshlagan. Tangritog to'rining munosabatli xabardan ma'lum bo'lishicha, Urumchining Ko'ni shahar rayoni, ya'ni hozirgi Tangritog rayoni bilan Saybog' rayoni qatorliq Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan joylardagi Uyg'ur aholilari atalmish zamonaviylikqa ega xalqaro shahar barpo qilish nomida boshqa rayonlarga selingan bino uylarga ko'chirilgan. Egallanishicha, bu yerdagi boshqa rayonlar Xitoy nufusi ko'p salmoqni egallaydigan rayonlar ekan. Xabarda yana Urumchi Tangritog rayonidagi Qaqastok, Qarlig'ashliqning bu yil apreldan boshlab ko'kartilib o'rmon barpo qilinganligi tilga olingan. Analizchilar buni Xitoy hukumatining bu joyga Xitoy fuqarolarini aklab o'rnashtirishining oldingi bosqich xizmati bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. O'tgan mezgilda Xitoy hukumati Qashqar Ko'ni shahar rayonini o'zgartib qurish nomida shu joyda o'ltirishliq Uyg'ur aholilarini boshqa joylarga selingan bino uylarga ko'chirgan. Kuzatuvchilar bu vaqtda analiz yurgizib, Xitoy hukumati Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan rayonlar va mahallalardan xavf his qildiganlik uchun ularni yo'tkab, rayondagi to'plashib o'ltiraqlashgan Uyg'ur aholilarini tarqoqlashtirish va shalonglashtirish, oson kontrol qilish, kuzatish maqsadiga yetmoqchi bo'layotganligini ilgari surmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlarining Teksas shtatida aeroplan qazosi yuz berib, 10 odam jonidan ayrildi.
Amerika Osiyo idorasi yozma bayonot e'lon qilib, qazoning Addison rayonidagi aerodromda bir xususiy aeroplan shu joy vaqti atigan soat 9 atrofida qo'zg'alish yo'nalishidan chiqib ketib, tomga so'qilib o't ketganligi, aeroplandagi 10 odamning jonidan ayrilganligini bildirgan. Qazoning yuz berish sababiga doir uchur berilmagan. O'lganlarning kimliklarining tekshirish xizmati davomlashayotgan bo'lg'achqa e'lon qilinmaydiganligi qayd qilingan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.